Oki Gentra sizdan ekan. Ha, Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Qanaqasiz aka? Charchamayapman. Boshlang'ich to'lov qanaqa, nechinchi yil, nima qanaqa? 2021-yil Aha. avtomat korobka. Aha. Mana tonirovka ruxsatnomalari bor. Aha. Tonirovka ruxsatnomalarigacha urdirib qo'ygansiz. Gaz ballonlarigacha bor. Gaz balon hammasi bor. Magnitofon, ABS, MABS tayyor barlari bilan Gentra avtomobili. Xullas, aka, yana bitta narsalar bor. Qarang, boshlang'ich to'lovni ayting oldin. Buni boshlang'ich to'lovini 500 qilib beraman. $500 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Da, Qarang, bu odamlar necha pul kredit oladi bu mashina uchun? 13200. 13200 bankdan kredit oladi. Bitta ikkita videolarni ko'ryapman. Xo'p. Shunda asabimni buzyapti, aka. Boshlang'ich to'lov Cobalt xarid qilasiz. Bankka mashina tanarxi 13000 bo'lsa, bankka 16000 kirgizasiz, ya'ni gay notarslarni qilasiz. Aka, bitta narsani xalqqa tushuntirib qo'yish kerak. Bekoriga mashina turganimiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Davlatning banki. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Endi o'zingiz o'ylang. Bu mashinani bu bozor emas bank degani. 13200 likni siz 14000 lik 155,5 ming kirgiza olmaysiz uni. Xullas $500 dedingiz boshlang'ich to'lovni, aka 5 ta tashing. Boshlang'ich to'lovsiz chiqarib yuboraylik shuni. Xudoga shukr, kuniga 10 ta, 12 ta mashina sotasiz. Xaridorlaringizga berib yuboramiz. Boshlang'ich to'lovsiz xarajatlarni qoladi. Notarius, gayza. Xalq qaldi bo'lmaydi, aka. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Shu gaplar uchun ham rahmat.